Yarim tunda qo'ng'iroq bo'ldi. Shoshib yo'lga otlandim. Yo'l-yo'lakay manzilni so'rab bordim. Yetib borganimda qo'shnilar qandaydir shovqindan politsiya chaqirishgan. Ichkariga kirdim. Eshik ichkaridan qulflangan. Eshikni buzib ochishga majbur bo'ldim. Xonaga kirganimda esa uyning egasi jonsiz holatda yotardi. Hamma buni o'z joniga qasd qilgan deyishdi. Ammo buning qotillik ekanligini darrov payqadim. Eshik ichkaridan qulflangan. Ayni damda esa deraza ham ichkaridan yopiq. O'rindiqda esa qo'llari pastga ishora qilib turgan marhum turardi. Polda esa qonga botgan pichoq turardi. Ammo marhumning qo'llarida qon izlari yo'q. Bu o'z joniga qasd qilish emas. Men orqamga o'girildim va marhumning ayolini so'roq qila boshladim. Unda marhumni o'ldirish kimga naf tegishi haqida so'radim. U esa qo'shnisi bilan ertalab bo'lgan mojaro va qo'shnisining tahdidi haqida gapirdi. Suhbatimiz davom etar ekan, marhumning ayoli uning kechalari uxlay olmasdan, tunlar baqirib chiqishlarini ta'kidladi. So'nggi kunlarda uning ruhiy holatda muammolar borligini qo'shimcha qilib o'tdi. Men esa o'girildim-da, politsiyaga xabar bergan qo'shni ayolni so'roq qildim. U bundan bir necha soat oldin qo'shnisi uyiga qandaydir jism bilan kirib ketayotganini aytdi. Qo'shni erkakning oldiga chiqib uni so'roq qildim. U marhumni o'ldirmaganini ta'kidladi. Men esa bir soatcha oldin uning uyiga qandaydir jism bilan kirganini aytdim. Jim bo'lib qoldi. Gumonlanuvchi sifatida qo'shnisini qo'lga oldik. Qo'shnisi marhumning uyiga borganini tan oldi, ammo uydan hech kim chiqmagan. Shunda ekspertizadan xabar keldi. Pichoqda marhumning barmoq izlaridan boshqa iz topilmagan. O'ylanib qoldim. Rostdan bu o'z joniga qasd qilish bo'lsa. Men yana o'sha jinoyat sodir etilgan xonaga qaytdim. Qaytadan xonani ko'zdan kechira boshladim va o'rindiq ortidagi suratga ko'zim tushdi. Surat ortida esa eshik bor edi. Surat ortidagi eshikni bir amallab ochdim. U eshik orqasida esa uzun yo'lak turardi. Yo'lak bo'ylab ketar ekanman, bir qancha qon izlarini ko'rdim. Yo'lak oxirida eshik, eshik ortida esa yotoqxona. Yo'lak oxiridagi eshikning yarmi yaxshilab yuvilgan, go'yoki sovun bilan nimadir ketkazishga urinilgan. Yotoqxonada esa pastel choyshablar hammasi yangi. Men qotilning kimligini bildim. Barcha dalillar yetarlicha to'plandi. Ayolni qo'lga oldik va barcha dalillar zanjirini birin-ketin aytib berdim. Yopiq xonadagi yashirin eshik, buni faqat siz va eringiz bilardi. Yo'lak oxiridagi chala yuvilgan eshik, uning sovun qoldiqlari yelkangizda turibdi va toza choyshablar. Choyshablarga ham qon tekkani sababli ularni ham yangilab qo'ygansiz. Ayol bu jinoyatni eri uning xiyonat qilganini bilib qolganidan, ajrim sudida unga hech nima tegmasligidan qo'rqqanidan qilgan. Barchasi ochko'zlikdan.